Ko'kdala tumani Beglamish qishlog'idagi Tokzorning nomini aholi ayni kunlarga kelib Yan-Tokzor deb atayapti. Yaqin yillarda bu yerlar obod bo'lishi, sifatli uzum navi yetishtirilib, aholi daromad topishi reja qilingan edi. Ko'plab fuqarolarga shu maqsadda bankdan kredit ham ajratildi, ammo hudud obod emas, barbod bo'ldi. Mikroket bankdan 30 million pul ajratilib, sizlarga mevali ko'chatlar olib kelib ekamiz, o'zimiz qilamiz deganda, 3 yildan beri hosil yo'q, togam o'sgan, lekin bizning ish haqimizdan kesib qolyapti. Bizga murojaat qilgan fuqarolarning so'zlariga ko'ra, ularga bundan 2 yil avval bu yerlardan yer maydoni ajratilishi aytilgan, lekin hech kimga tok ekilgan maydonlardan yer ajratib berilmagan. Shunday bo'lsa-da, fuqarolar yo'q hosil uchun bankka kredit to'lamoqda. Bizning plastikimizdan oyma-oy 400 mingdan pul qilyapti. Biz ro'zg'or bog'aylikmi, takka to'laylikmi, nima qilaylik biz? Bizda hech kim tenglamayapti. Hammasi keladi, arizani yozdirib ketadi, bo'ladi, shu bilan yo'q. Biz dastlab holat yuzasidan izoh olish uchun jarayondan xabari bor Ko'kdala tumani hokimi o'rinbosariga yuzlandik. U aholiga yer maydonlari bo'lib berilganini aytmoqda va Tokzorni qurgan quruvchi mablag'larni o'zlashtirib yuborganini ta'kidlamoqda. Aholiga kredit ajratib bergan Mikrokredit bankning Chiroqchi tumani bo'limi mas'ulini uzoq kutdik. U avvaliga bizga intervyu berishdan bosh tortdi. Mana keldim, tushuntirib beraman. Nima bo'lgan, nima qo'ygan, nima vaziyat. Hozir intervyu bermaysiz. Mana aytayman-ku, hammasan. Yo'q. Biroz tortishuvlardan so'ng bank rahbari holat yuzasidan izoh berdi. Mana fuqarolar 320 ta fuqaroni kreditini mana bu yangi rahbari o'zi hozir hujjatlar tahlil yuribdi, tayyorlayapti. Hujjatlar tayyorlash jarayonida to'liq kreditni o'ziga sotib olib, o'zi foydalanmoqchi, o'zi ishlatmoqchi. Fuqarolar kreditni sotib, kredit va kredit foizini o'zi to'liq yoqmoqchi. Agar biz bank rahbarining so'zlariga ishonadigan bo'lsak, Tokzor tadbirkor tomonidan sotib olinadi va fuqarolar kreditdan ozod qilinadi. Dilshod Nabiyev Qashqadaryodan tayyorlandi.